hayotda bo'ladigan faktni aytib o'tgaman. Birinchisi ustalar kerakli bo'ladi. Bironta obyektga tushdingiz, xullas o'sha obyektda bir 60% ni ishini tugatdingiz-da. Lipoy ustiga tirikchilik shundan bo'lgandan keyin pul so'raydi. Uy egasidan pul berib turing deydi. Misol 10 millionga gaplashgansiz, 2 millionni so'rayapsiz. Oxirida bitta qilib olasiz o'sha pulni deydi-da. O'sha joyida pulni bermagandan keyin oxirida bitta qilib olasiz deydimi? Bu 50 Bu degani oxirida ham pulingizni qanchadir miqdori qolib ketadi degan o'sha ikkinchi ma'lumot bu klientlarga bo'ladi. Bu paytda juda ham ko'p klientlar bundan aziyat chekmoqda. Uyingizga solmoqchi bo'lgan ustani borib ishlayotgan obyektidan ishini ko'rishingiz mumkin. Bu usta bo'ladi yo bu usta bo'lmaydi degan fikrni shu uy egasidan xolisini olishingiz mumkin. Qarindosh yo tanishidan so'raydigan bo'lsangiz baribir maqtaydi. Uchinchi fakt, ko'p ustalar misol klientni o'ylab turib, biladi yaxshi narsa turibdi, bitta yomon narsa turibdi-da. Holatda bu narsa kuzatiladi. Arzon narsani olib beray, baribir shu uy egasiga rasxod bo'lib qolmasin deb turib, u oxirida o'zi aziyat chekib qoladi. Uy egasini xayolidagi narsani usta chiqarib bera olmaydi, sababi o'sha o'ylagan mahsulotni olmagan bo'ladi-da. Uy egasini o'ylagan holda. Lipoy klient har doim yaxshi bo'lishini xohlaydi, chiroyli chiqishni xohlaydi-da. Shu sanab o'tgan 3 ta faktimizdan qaysi biridir noto'g'ri, qaysi biridir to'g'ri o'rtoqlar kommentariyada bemalol yozib qo'yishingiz mumkin. O'rtoqlar videoga like bosib, hech chiqmasin. Sog' bo'linglar.